Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana navbatdagi memurimizdan musobaqasi qilib oldik. Buni Samarqand viloyati Chilak tumaniga qo'yib berganmiz. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, 4 metrga 240 banallikda qilib yasab berganmiz. O'rtalarini 235 banallikda qilib, ikkita chetiga mana shunday olmishlik penaldan tushirib berganmiz. Buni materialni oq akrildan qilib berdik. Klient xohishidan kelib chiqib, ichiga mana shunday ariston jo'larini tashlab ketganmiz. Ariston qo'yaman deganlar uchun. Korpuslarni rasiski laminatdan qilib berganmiz. Laminatlar rangi ham oq rangda qilib berganmiz. Tepalariga mana qara toshlarni qo'yib berganmiz. Plafonlarni qo'yib berganmiz. Mana shunday gazlarni joylashtirib berganmiz. Vichkalar ham polni sensorni vichkalar qo'yib berganmiz. Gazlarga ham nasorni gaz qo'yilgan. Taglar mana shunday barlik, bemalol ochib ishlatsa bo'ladigan. Ikki chetiga mana shunday eshiklar qo'yib berganmiz. Mana bu 40liklar to'g'ri kelish uchun. Bu yerga tortmalarni qo'yib berganmiz. O'rtada rabochiy zona qolish uchun, qo'shiq yo'lga qo'yish uchun ichidan tortma chiqadi, sekretni. Polni tandem mexanizm 75 kg ko'taradi. Tagiga mana qozonlar uchun qo'yib ketganmiz. Bu moykan tagiga ham DP urmaganmiz. Shtobi itte santexnik qiynalmasligi uchun. Eshiklar polni vakuumli sistema, upside petlinki. Xo'p, bunga bonus qilib berganmiz o'zimizdan masalan moykasini, smesitini, palaman, qaramashlar, rakvinalari bizdan bonus ketadi. Bu kishi kafelni o'zim terdirib qo'yaman deganlar uchun kafelni termaganmiz, o'zlari terdirib olganlar. Xo'p, o'zimizdan bonuslar ketadi. Moykasi, smesitini, ichida sushilkalari, agar kafel termagan bo'lsa, kafel olmishga yo'q bo'lmasa, hozir chiqqan dekor plaslardan bizdan bonus ketadi. Bu kishi o'zim kafelni terdirib olaman deganlar, terdirib olganlar. Tepalarni mana shunaqa 3 ta kamerali qilib 2 ta polkalar qo'yib berganmiz. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Bular ham hammasi vakuumli sistema. Polni vakuumli tortlar. Gazni 2 ta chetiga mana shunaqa oynalarni qo'yib berganmiz. Bulargacha ham hammasi vakuumli. Mana shu burchagiga keyin duxovkasini qo'yib berganmiz. Stroyniy duxovkalarini. Bularni ochib ishlatib ko'rsatdik. Tepasiga mana mikrovolnovkani ham joyini tashlab ketganmiz. Ertaga kelajakda agar mikrovolnovka olsalar ham stroyniy mikrovolnovka tushadi. Bu ventlarning bo'ldi hammasi vakuumli. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Samarqand viloyati bo'ylab dastavka uстановkalarimiz tekin. Bundan tashqari boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda pastda nomerlar qoldiradi, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, xo'p, oshxona bilan tashqari bizda detskiy deysizmi, spangartur deysizmi, unaqa xizmatlarimiz ham bor. Buni installyatsiyalari ham rossiyskiy installyatsiya qo'yib berganmiz. O'zbekistondagi emas, Toshkentniki emas. Olib kelib ko'rsatinglar. Bemalol aloqaga chiqadilar. Bitta like bosib, podpiska bosib kuzatishda davom etinglar.